Nefesinin ritmi bilen uzun ömür körüşünün rastlığı münasebeti var mı? Moş doğrusu zopillan İslam köygen mi? Mesela insanlar bekçik nefes epkese yani özünün nefes nimsi tüygenden kim şununla ölüp gidiyor deydigan moşundaq bir gepler temiler çıkan. Endi bu doğrusuda men kızıqıp üzünüp baksam, bunu hakikaten alimler tecrübe qilib beqipti. Bulup mu işte bilen taşbaqını tecrübe qildi. Çünkü taşbaqının tabiatdagi tabiiy yaşayotgan ömrü o'ttirchi 200 yıl. Ayılda biz beqiyotgan taşbaqlarmi 100 necha yil ömür ko'ra oladi. Biroq bu yerdagi taşbaqa beden cheniqtirmaydi, tuz kerak bir harakatni qilmaydi. Tamığım nayt az, her xil bir narsani yepmi ketmaydi. Lekin bizchu uzun ömür ko'rlik deb harakat qilamiz, cheniqimiz, her xil go'shtlarni, her xil quvvat narsalarni yeb ketamiz. Lekin aram 80-90 yillar ömür ko'ra olamiz. Toshbaq beqib baqqanlar biladi, toshbaq hayotda ba'zi kun-kunlab harakatmi qilmaydi. Atganda mash dashtni masha qilib qo'ysak yuganga, kechdi kelsakin shu joyida turdi. Tamığım nayt az, uyqusi ko'p. Uning bizga o'xshamaydigan bir yaxshiri buning uyi bunun dümbüsüdüler. Bizde köy yalımaya, fangday qilmaya deb jümaydi. Taşbaqaga men qo'l qo'ygan eng muhim yen bir qaltisiri, o bu jut topmaya, to'y qilmaya, xotinni balliq qilmaya deb jümaydi-chu. Yolg'iz baqsimi, yashaverdi tabiat, yolg'iz yashab qerib o'lib ketgan qeyr boytaq taşbaqildimi nurg'ullar buldiki. Olimlarning tajribasiga qarsak, insonlar biz odamlar normal ahvolda 3 sekundda bir qitim nafas oldikanmiz. Qilib Taşbaq olsa 6 sekundda bir nefes aldı ki. Burunqi insanlar nima uchun uzun ömür ko'rgan? Chunki odamlarmi 6 sekundda bir nefes alalaydı. Hatta burunqi insonlarningki hozirgidek g'avvoslik aslalari, oksigen narsalar yo'q turibmi suvning ostida yarim soatlab tura olgan narsani sizlar ko'rganmi? Masalan bizning hozirgi holatimizda yez qishloqlardagi taklimakanning atrofida yashayotganlar, ma'lum tog'liq kentning orasida yashayotgan ömür cho'lponlar va 120 necha yoshlarga kirgan. Shularning nafas so'rtimi shu odatdagi odamlardan sal osta, lekin chunqur nafas oldiki, bizdek emas. Mandaq demakchi. Undaq biz nima uchun tiz nafas oldigan bo'lib ketdik deganda, chunki bizning nafasimizning ritmi turmush ritmimizning tizlishiga ergishib, nafas ritmimizmi teng tizlishib ketib qolgan gap bormi yerda? Şehir turmuşu qancha ritmsiz bo'lgan siri. Shuning uchun ko'pincha sonliq ma'lumotlarda shahardagilar qaraganda yeza tog'liq kentdagilarning umri bir qadar uzun. Shunami? Ham boya degandek toshbaqaga o'xshash nafas elish surati bir qadar osta hayvonlarning ishtiqqa o'xshash nafas elish surati nihoyat tiz. Masalan, ishtiqanda nafas oldi. Yaman yozib vaqtidan tillarini chiqirib turib vahshiy tiz nafas oldi. Shunami? Shunga itning umri bir 20 yil atrofida o'tibircha. Biroq toshbaqning 200 yil 10 nasllarda majikisining farqi. Uning keyinda masalan yuga mashq qilayotganlar va yuja trenerlarnikiga, uning keyinda tayji gumpusnikiga mamlakatimizniki qarsak, maxsus nafas mashqi va nafasni kontrol qiladigan, nafas olmay uzoq turadigan uning keyindan o'lchamlik cheniqib baqqanlar, masalan, trenerlarning qashqirib qilsanglarmi, mayli tornik tatayli, mayli yolin ko'tarayli, yabig'layli, nafas nihoyat muhim. Nafasni kontrol qilmada tushgan vaqtda tatimiz, chiqqan vaqt qo'yib turamiz deb nihoyat ritmli bo'lsin deydi. Lekin biz o'zimiz cheniqaq va nimkarim deb nafas yeb turib qilaveramiz ishni, shunami? Demak, muvofiq harakatga moslashgan nafas ritmi bo'lishi intayin zarur deydi. Şu an toshbaqqa qarsak, harakat qilmagandek, cheniqmagandek turganlar doim yabig'irlab turdi. Pat-pat o'ngsiqib qo'yib, qo'saqqatlab qo'ydi. Tamig'i nihoyat oz, uyqusi nihoyat sifatli, uzun, yaxshi aram oladi. Shunga uzun umr ko'ray desak, bizmi sifatli ozroq yeb, sifatli yaxshi aram olishimiz kerakka. Ham muvofiq badan cheniqtirib harakat qilib, nafasni kontrol qilishimiz zarurki. Hamda bunday desak, sal kulkilikdek Sel galit anlaş mümkün. Lekin o'ylab yiqinglar, men mashina so'zlashtirgan bir ishni o'ylab qoldim. Biz boshlang'ich o'tirmakdagi chiqcha har yili o'quvchilarni bir maktabda salomatlik tekshirish qildi. Shu vaqtning o'zida o'p sig'imchanligini o'lchaydigan bir ish bor. Esinglarda bormi? Beliqni ichiga pulsak, unda o'rlaydi. Shu vaqtda o'ylab yiqinglar, nafasni qanday qildik? Chunqur elib uzak bek tulaytık. Anonkin avukat lep kötürüldü.
5000, 6000'ga çıkırıp atıdık. Çünkü çunqur nefes algan vaqtda nefesinin qitim sani az, miqdari köp buludu. Şuna rast olsun, yalgan olsun, işqib men ancha-muncha işendim şun pat-pat. Nefes məşq qilib qo'yatman, öpsüğümçalığımdan şurayı. Siz nefes almay asta, çunqur nefes alay deb məşq qilib qo'yatman. Sizlar qanday qaraysizlar şununğa?